$16.200 ketgan uy qurilish davom etyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni to'liq videosini chiqarganmiz. Qancha beton, qancha armatura, qancha sement, qancha shifer ketgan, usta haqisi qancha bo'lgan. Bu yerda jami 7 ta xona, 8-inchisi mana bu. O'tgan yili sentyabr oyida boshlanib, oxirgi shifer dekabr oyida qoqilgan. Общий obzorini chiqarganmiz. Shu uyga o'sha $16.200 ketgan. Endi qo'shimcha hozir mana poli qoqildi. Tomaga vassa tashlanib, gipsoblok quyildi, plus patolok qoqildi. Hozir esa mana ko'rib turibsizlar, qumshuvoq qilishyapti, ya'ni shtukaturka qilyapti. Shuni obzorini qilib beramiz. Bu uyimizda o'sha o'zimizni ukamni xonadoni chertyojlari bor. O'zimiz ustalarimiz chizib bergan, unaqa arxitektor chizmagan. Proyekt kerak bo'lsa tashlab beraveramiz. Bunaqasi 11.70. Bu oldi tomoni 14.70 ga 14.10. Jami 7 ta xona bu yerda, orqasida alohida ikkita dushi bor. Buni 8-inchisi. O'sha o'tgan yil o'sha dekabrda obzor qilganimizda $16.200 ketgan edi. Ya'ni betoni, g'ishi va tom yopilgan. Ya'ni shiferi qoqilgan, общий summasi ketyapti. Расход-yu usta haqisi o'sha 210 million bo'lgan ketgan ekan. Dollarga pichganimizda $16.200 ketgan ekan. Endi hozirgi bo'lgan ishlar pol qoqildi, tepaga vassa qoqildi, plus ustidan o'sha gipsalon bosib quyildi va patolok qoqildi. Hozir endi bularda masalan 1 kvadrat usta haqisini yoritib beraman va mana bu qumshuvoqda hozir ustakalarimiz sho'shyapti. Buni ham narxini yoritib beramiz. Bu yerda ichkariga kiradigan bo'lsak, formanglar endi. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh, bu yerda birinchi tomda o'tib ketaylik. Vassa tashlandi. Vassani o'zimiz uydan chiqdi. Plus ustiga ustakalarimiz o'sha chiqqani xot yo'q ekan, gipsalon bosib berishdi. Qalinligi o'sha 5 sm dan 10 sm atrofda. Ya'ni gipsalon bosib berishdi. 1 kvadratini adashmasam 30 ming so'mdan quyib berishgan. Martda quyib berishgan. Keyin undan keyin yaqinda ustakalarimiz polini qoqishdi. Bu yerda o'sha konteyner pol ishlatildi. Tagiga laga tashlangan. Lagani bir donasini 85 ming so'mdan olindi. Mana bu konteyner pol, endi to'g'ri tushunasizlar, shu vaqtdan shuna rosa bo'lib ketdi. Bitta atilsa top-toza bo'ladi. Konteyner polni kichkina razmerdan oldi. Adashmasam 54 ga 1.40 mikani, 1.44 mikani razmeri bor. Mana ko'rib turibsizlar. Faqat mana shunaqadan ishlatildi. Shu bu qoqqani ham, toshigani ham oson bo'ladi ekan. Bunimizni 1 kvadratini 75 ming so'mdan oldi. Ya'ni lagani 85 ming oldi, bir donasini 2.30 ligini. Mana polda esa 1 kvadratini 75 ming so'mdan olishdi. Bu polni qoqishdi 1 kvadrati qadrdonlar 30 ming so'mdan mana shu g'ishtni urgan, to'sinda tashagan ustakalarimiz qoqib berishdi. Patolokni ham xuddi o'sha ustakalarimiz qoqqan, ya'ni g'ishini urgan, to'sin tashashib, birinchi polni qoqishdi, undan keyin esa patolokni shunaqa qilib tekis qoqib berishdi. Patolokni 1 kvadratini qadrdonlar 30 ming so'mdan qoqib berishdi. Mana 30 ming so'mdan qoqib berishdi. Bu hozir video syomkamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan bo'lyapti. Kimga mana shunaqangi g'ish urish, pol patolok qoqish xizmati kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib ketamiz, aloqaga chiqib olasizlar. Ya'ni akalarimiz o'sha uyda noldan o'sha tomagacha cho'rnavagini shunday ko'tarib berishaveradi ekan. Gipsokarton 30 ming so'mdan. Endi mana bu qumshuvoqqa keladigan bo'lsak, bu o'sha podpravila deyiladi ekan. Pravila bo'yicha zatirka qilinmaydi. Xuddi shu holatda qoladi. Mana loyda akalarimiz chiqarib qo'ygan, ohak qo'shilyapti. Sement ham qo'shilyapti Husanboy? Husanboy, sement ham qo'shilyapti? Sement ohaga podpravila dedilar, ha? Podpravila. 1 kvadrat qanchadan bo'lyapti? Ustalar tanish o'shani hisobiga 20 qanchadan? 23 ming? 23 ming so'mdan shu ashi beryapti ekan. Polni ichkarini bosasizlar, ha? Xudo xolasa 23 ming so'mdan zatirkasiz bosishyapti ekan. Ha, endi tanish bilish bo'lgan shunaqa beryapti-da. Ya'ni ustalar tanish o'shani hisobiga 1 kvadratini 23 ming so'mdan qumshuvoqqa berishyapti ekan. Gap yo'q. Mana atkozlar qanaqa hisoblanadi? Qanaqa guluxoy? Ha.
Ha, eshik ham kirib ketadi, atxozda alohida hisoblamaysiz, shundaymi? Ha, ha. Nima bo'lsa? Deraza eshigi bo'lsa. Ha, paganometrga bo'ladi. Ha, hozir endi o'sha deraza eshik qo'yilmagan, atkozni ham masalan olishyapti, ustakalarimiz alohida mana mehnat qilishib, shuni hisobiga shuni kvadrati ham kirib ketadi ekan. Ya'ni bir kvadrati tanish bilish ustalar bo'lgani uchun 23 ming so'mdan shuvashib beryapti ekan. Va agarda zakaz chiqmasa, va so'raverasizlarmi? Uchta zakaz bormi? Endi masalan ochirt bo'yicha kutib turaveraman desa-da, qanchadan bo'ladi masalan? Shunaqangi cho'rnay urib bersalar. 20 pullarda bo'lishimiz. 20 pullarda. Bo'pti, narxini aytib bering. Ha. 25 mingda. 25 ming Bezatirka. Qaygacha endi xizmatlar? Bog'dod tumani. Bog'dod tumani bo'yicha. Qolgan joylardan chiqsa, Farg'ona, Andijon, Namangan To'pollashaveramiz. kelishilaveradi. Ha. Faqat qumshuvoq qilasizlar, boshqa ish qilmaysizlar. Faqat mana shu ishni mutaxassisi, ya'ni faqat qumshuvoq qilishadi. O'sha podjilka deysizlarmi, pravila deysizlarmi, yo o'sha zatirkasi deysizlarmi, kelishilgan narxlarda akalarimiz chiroyli qilishib shuva berishaveradigan. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishlariga garantiya. Qani bitta tekizligini? Bu. Ha, endi tekizlanar ekanda bu ya? Endi qiriladi. Ha. Bo'ldi gapi. Qadrdonlar, mana Alloh qodir qancha ma'lumotni berdik. Qumshi vaqt o'sha 1 kvadrati ustalar tanish 23 ming so'mdan shuvash beryapti ekan. Xo'sh, qadrdonlar, mana Alloh qodir qancha ma'lumotni berdik. Kimga shu zatirka ustalar kerak bo'ladigan bo'lsa, endi pastga qo'ysam to'g'risi g'ish uruvchilar bilan adashtirib olishlar mumkin. Yaxshisi o'zimga aloqaga chiqsalaring, nomerlarni SMS tashlab beraman. Tashqari tomondan ham ko'rsatib qo'yamiz. Ha, bu uyda sho'r chiqib ketuvdi. To'g'risi 2 marta silitra bilan yuvdik. Mana sho'ri bitta ham chiqmadi. Mana o'tgan yili kuzda urilgan g'ish. Shunday oppoq bo'lib sho'r chiqib ketgan g'ishdan. Silitra bilan yuvdim, uzil-kesil sho'ri qolmadi. Gapi bu endi o'sha orqa tomoni. Mana bu g'ishdan sho'r chiqqan yo'q. Bu g'ishni brendi 33 brendi ekan. Kimga kerak bo'lsa, bu g'izot nomeri ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Endi bu yozda urilgan, o'shaning hisobiga sho'r uzil-kesil chiqmadi. Bunisi kuzda urilgan, o'shaning hisobiga sho'r chiqib ketdi. 2 martalab silitra bilan yuvdik. Xudo xolasa mana uzil-kesil sho'rdan asar ham qolmadi. Xo'sh, kimga kerak bo'lsa, uyda chertyoji tashlab beramiz, ustalar nomerini. Qaysi usta kerak bo'lsa, ya'ni betonchi usta kerakmi, g'ish uradigan usta kerakmi, tom yopadigan usta kerakmi, hammasini o'zining alohida nomerlari bor o'zimda. O'zimga aloqaga chiqsam nomerlarni aytamiz, shu vodiy bo'yicha xizmat qilishaveradi ekan.